Eronda bo'lib o'tgan bahs nihoyatda keskin kurashlarga boy bo'ldi. Raqiblardan farqli faollik ko'rsatgan Timur Kapadze shogirdlari matchning 16-daqiqasida oldinga chiqib olishdi. Farruh Sayfiyevning chap qanotdan uzatgan to'pi Hojimat Erkinov manziliga kelib tushdi. Futbolchimiz sovuqqonlik bilan eronliklar darvozasini ishg'ol etdi. Taym so'ngiga qadar mezbonlar 2 bor golga yaqin keldi, ammo darvozabon va himoyachilarning tartibli o'yini sabab darvozamiz daxlsiz qoldi. Birinchi taym 1-0 hisobidagi ustunlik bilan yakunlandi. Ikkinchi bo'limni Timur Kapadze shogirdlari faol boshladi. 49-daqiqada hatto gol urishga ham erishdik. Biroq Otabek Shukurov o'yindan tashqari holatda qolgani sababli Umar Eshmurodovning goli bekor qilindi. Oradan 3 daqiqa o'tib eronliklar hujumchisi Mehdi Tarimiy muvozanatni tiklagan bo'lsa, 54-daqiqada Abbos Fayzullayevning jarima maydoni ichiga uzatgan to'pi futbolchilarga tegmagan holda darvoza to'ridan o'rin oldi. 2-1. Ikkala jamoa ham goldan so'ng jonlanib, darvozalar qarshisida xavfli vaziyatlar yarata oldi. 69-daqiqada Sardor Azmunning bosh bilan bergan zarbasini O'tkir Yusupov qiyinchilik bilan bo'lsa-da qaytarib oldi. 74-daqiqada Abbos Fayzullayev Eldorning uzatmasidan so'ng darvozabon bilan yakkama-yakka chiqib ketdi. Biroq Alirizo Beronvan futbolchimizning zarbasini qaytarishga muvaffaq bo'ldi. O'yinning so'nggi 10 daqiqasi xavfli vaziyatlarga boy bo'ldi. 82-daqiqaga kelib mezbonlar hujumchisi Mehdi Tarimiy dublni rasmiylashtirdi. 2-2 hisobi o'yin so'ngiga qadar o'zgarmadi. Shu tariqa 8 turda 20 ochko to'plagan forslar jahon chempionatiga yo'l oldi. O'zbekiston hisobida esa 17 ochko mavjud. Guruhning yana bir o'yinida Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreya mehmoni bo'ldi. Agar ushbu bahsda Shimoliy Koreya g'alaba qozonsa, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatiga muddatidan oldin chiqishi mumkin edi. Biroq amalda 90+7-daqiqada urilgan gol o'yin taqdirini hal qilib, oradagi hisobni 4 ochkoga qisqartirdi. Endilikda Timur Kapadze shogirdlari Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahsni 2025-yilning 5-iyun kuni o'tkazadi. Shu tariqa O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqishi uchun keyingi turda Birlashgan Arab Amirliklari bilan durang o'ynashi yoki 10-iyun kuni Toshkentda Qatarni yutishi talab etiladi.